Başladır, bana yana bir qitim fursat bersangiz bo'lamdi. Va'da berakki, men cho'qim shirkatning taraqqiyotini o'z vazifam deb bilib, shirkatning gullanishi uchun tuhfa qo'shaman. Başladır, men cho'qim butun kuchim bilan yaxshi ishlayman. Demakchi bo'g'inim, shirkat sizning maoshingizni 20% o'stirishni qaror qildi. Ha? Men o'ylashdim. Yoshlarni yanada ko'proq rag'batlantirish kerak ekan. G'ayrat qil. Ozan, men sizning taklifingizni qabul qildim. Meni maqtashingiz kerakmi qanday? O'ylamag'an edim, bu charam asqa etib qoldi. O mening 20 yillik hissiyotimni isrof qildi. Shuni menga to'liqlab berishim haqliqdi. Bu materiallarni ratlab chiqing. Armon Başlider soat 5dagi yig'inda ishlatadi. Soat 5da? Hozir soat 4:30 bo'ldi. Qanday ulgurman? Bu sizning meni bo'zaq qilganingiz-ku. Men sizni bo'zaq qilishga petin olamdim. Armon lider, sizning maoshingizni amdil o'stirib bergan tursa, u sizni bek cho'ng ko'rdi-ku. Onunga o'zingiz uchun yig'in vaqtini kayniga surgizish uncha tas emas-ku. Kechda vaqtingiz bormi? Birga kechlik tomoq yemdik. Deganingiz to'g'ri. Yig'inni kayniga surgizishning nari tas.